Assalomu alaykum barchangizga. Ko'pchilik ayollar, ya'ni erim qachonki qulay bo'lsam, u uchun yaxshi ayol bo'lsam, hamma aytganini qilsam, o'shanda meni qadrlaydi, meni yaxshi ko'radi deb ko'pchilik 80% ayollar terapiyaga kelishadi. Lekin inson ideal, mukammal bo'lishga intilib, mana shunaqa bo'lganimda meni insonlar qabul qiladi degani sari inson o'zini asl hissini, asl haqiqatini, asl holatini ko'rsatmaslikka va faqatgina boshqalar uchun yaxshi ko'rinish uchun o'zini boricha qabul qilmaslik uni asli samotsentrasini tushiradi. Agar inson sizni yaxshi ko'rsa, u sizni qandaydir bo'lishingiz uchun, yaxshi bo'lganingiz uchun emas, boringiz uchun qabul qilishi uchun birinchi o'rinda biz o'zimizni ongsizligimizdagi bu haqdagi o'ylab qolgan tushunchalarimiz haqida o'zgartirishimiz